Atrofimizda gapga lekin siz keyniyimga solasiz bilaman. Hamma xotin uxlamagan bo'lsan, xotin bos deydi. Bu bo'lmagan gap, bo'lmagan xotin bos emas, o'zi xotinlarni o'zi g'ulom bos. Tinchlik tanasvali bo'lsin, farzandlarimiz aqlli kuchli bo'lsin, ko'z tegmasin. O'g'il bolalar bo'lsa iymonli, e'tiqodli bo'lsin, to'g'rimi? Mana katta navaralar bor, o'g'il bola, Sakinjon degan navaram bor. Bugun bu jonisini olib keldi konsertga, bayram qilib. Sakin yaxshimisan? Mana. Men shuncha bola aqlli kuchli bo'lsa, eng zo'r baxt bu. Qizlarimiz hayoli, iboli qizlar bo'lsin. Hayoli, iboli degan gap bir chiroyli qiz mayasiga kirib yerga qarab, "Assalomu alaykum. Sizdan bir narsa so'rasam maylimi?" deb sotuvchi bolaga. Sotuvchi bolam singlim, mani ko'zim qarab gapiring, ko'zimga debdi. Keling. Hali qizim yerga qarab, "Yo'q, mana onajonim aytganlar. Begona erkakning ko'ziga qaramagan deganlar." Sal sotuvchi bola hayratda, "Ana vo ajab. Ana hayo, ana ibod. Ana odob, ana axloq. Uylansang shunaqa qizga uylangan baraka topasan. Singlim, juda ham hayoli, iboli qiz ekansiz. Aqlli qiz ekansiz, menga yoqib oldingiz. Singlim, nima olib bering sizga? Aytingsiz qizim yerga qarab, kechirasiz. Menga bir pochka sigaret berib yuboring demişim. Voy aylanib keting sandan dedim, hayollaringdan, ibolaringdan dedim. Bu ham mayli. Vohadan ikkita qiz kelibdi. Birinchi marta Toshkentga kelish, yosh qiz ikkita qiz Vohadan. Toshkent birinchi marta ko'rish, bir-biriga qarab, "Onajon qara, qanday go'zal bo'libdi Toshkent shahri. Juda ham go'zal Toshkent City'lar, Magic City'lar, lekin poytaxt qizlariga uyat, sigaret chekishayotgan, men hayratda qoldim. Uyat bizga to'g'ri kelmaydi onajon. Biz o'zligimizda qolishimiz kerak. Nostan oldiramiz shahri. Voy o'zligingdan aynalaysan nima? Iloh har birlar aqlli, kuchli, insofli, taqli bo'lsin. Men bir yaxshi bir yigitga sinovat beramoqchiman. Aqlli, kuchli, odobli yigit. Estradamizni